yarashgan to'yda qizlar talashganlar. Shuhratjon ukamizga priz taqdim etsak. Jumanazar ukamizni o'rtaga prizga taklif qilamiz. Juman ukamizni o'rtaga prizga taklif qilamiz. Kelinlarimizdan Shosanamxon kelinimiz bilan birgalikda Nigoraxon kelinimizni o'rtaga taklif qilamiz. Mana shu davramizni eng go'zal o'ynagan o'yinchi opaxonlarimizdan san'atkorlar yonida to'yimizni boshlashidan o'ynab boshlagan opaxonlarimizdan Jamilaxon opamiz uchun yana bitta prizimiz. Gulxon qudag'ayimiz uchun yana bitta prizimiz. Gulnazxon, Qunchaxon qizlarimiz, kelinlarimiz uchun yana prizlarimizni taqdim etar ekanmiz. Ismlari tutilgan kishilar, marhamat barchalaringizni o'rtaga o'yinga taklif qilamiz. Prizlarimiz sizlar uchun. Marhamat san'atkorlarimiz go'zal bir musiqa bo'lsin. Jamilaxon opamiz. Mana Shuhrat ukamiz uchun. Jumanazar ukamiz uchun. Juman oshasi uchun. Rafael ukamiz uchun. Otabekjon sinfdosh o'rtoq uchun. Ramzanjon ukamiz uchun. Azamat oshasi uchun. Nigoraxon oshasi uchun. Ramazon akasi uchun. Jon akasi. Shuhrat oshasidan yana davramiz o'yinchilarga qaytadan prizimizni qo'ydik. Davramizni biroz kengroq olingizlar. Aziz o'yinchilarimiz omon bo'lingizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Prizlar muborak bo'lsin. Barchalaringizga prizlaringiz muborak bo'lsin deb to'yimizni davom ettiramiz. Yana oshnalar nomidan davramiz o'yinchilariga Juman oshasi, Jumanazar oshasi, Azamat oshasi Shuhratning nomidan qaytadan davramiz o'yinchilariga prizimizni qo'ydik. Salomat qilingizlar, omon bo'lingizlar. O'yinchilar bir olqishlab qo'ysak, qarsaklaringizni har doim to'ylarda yuringizlar. Ko'rsin. Barchalaringizga to'ylar qilish nasib etsin deb to'yimizni davom ettiramiz. Har kim bu dunyoda to'ylarga yetsin. To'ylar qilib elning oldidan o'tsin. Ayting. Malahatning jangovar aksidan ana 50 ta priz. Davramiz o'yinchilariga priz qo'yildi. Farzandlar ulg'ayib voyaga yetsin. To'ylar yo'li boshimiz osmonga yetsin. So'rayman Alloh Xudoyimdan faqat
kelin kuyovlarimizga hamisha baxtiyor bo'lsin. Kelin ko'rsa yarashar deb davramizga kelinimizni bugun to'ylari bilan tabriklab, yaqin qarindosh urug'laridan Farokjon akamizni davramizga tabrikla so'z navbatga taklif qilamiz. Keling, Farokjon akamiz shirin tillaringiz bilan davramizga kelinimizni bo'lalaridan Farokjon akamiz marhamat tabrikla so'z navbatini sizlarga yo'llaymiz. Oğlumlar, hammalarımızı rahmat. Anlamına cizanı, hürmet takipsizler. Orada diğer, bir ömür bağlı olunca, inşallah ne umutlarınızı, ne dileklerinizi hepsini yetirin. İşte, yegin, hep mutlu olun. Eğer ruhsat verseniz bizim küçük kadıklarımız var idi. Annelerinin havalanmaktan küçük bir hediyemiz var. Onu boşunmamıza ruhsat etseniz. Marhamat, davramizga to'y bekalarini taklif qilamiz. Davrimiz to'yiga yarasha to'yimizni malikasini dunyoga keltirgan. Mana shu to'yimizni bekalari sizlar uchun ajratilgan sovg'alarni qabul qiling. To'ylar muborak bo'lsin, omon bo'lingizlar. To'ylaringiz to'yga ularsin. Mana shu xonadonning bekalari bo'lgan Nurmurod akamiz bilan Zaynabxon yengamiz ham qo'shiq qilib, mana bugun farzandlarini to'ylarni kuzatar ekan. Xonadoningizga kelgan kuyovlar muborak bo'lsin. Asosan kuyovlarimiz xonadoningizga kuyovi emas, o'g'il farzandlari bo'lib kelganlari rost bo'lsin deb xonadoningizga yana to'ylar davom etaversin deb to'yimizni davom etamiz. Keling, kuyovlarimiz baxtli bo'lsin. Qo'shiq qarasiz deb davramizga mana shu yoshlarimizni tabriklab, do'stlik bo'lsa teng bo'lsa, yurak bag'ri keng bo'lsa, mehnatda ham rohatda doim hamrohing bo'lsa deb davramizga keling kuyovlarimizni tabriklash uchun do'stlarini taklif qilamiz. Qo'shnilardan marhamat keling, tabrikla so'z navbatini sizlardan kutamiz. Kuyov jo'ralarimiz, keling kuyovlarimizni qurimizning o'rtasiga olsak, marhamat musurmankuljon, marhamat kelingizlar. Malahat marhamat kuyov jo'ralarimiz, barchalaringizni o'rtaga taklif qilar ekanmiz. Jumanazarjon hamda To'ylaganov. Juma To'ylaganov. Jumanazar ham kelsin. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, siz berganingiz uchun rahmat. Musurmankul to'ylarga bog'liq boshqa qo'shnilardan qanday kadirgamiz bor edi, shuni toshma qilsa dedi. Musurashna, Rossiyada o'qib yurgan Islom Ahmaddan ko'rka. Rahmat so'ng. Aşağı, sarı böyle. Aşağı böyle. Aşağı bağlı
bağlı ol. Kendine okuşa karşı. Peşinden aşağı korkar. Tıpkı aşağı vatan korkar. Niye baktın? Korkar. Ey yaşay. Kelin kuyovlarimizni tabriklab, kelinimiz tarafidan bitta qo'shiq sizlar uchun hadya. Assalomu alaykum do'stlar, men bundan keyin mehmonlar mana shundan chiqib, xonadonimiz to'ylab bo'lsin. Hech qachon dilimizni nasib olmasin. Yaxshi vaqtda mana shu to'ylar uchun o'zim san'atga hissam shuni qo'shib berishim. Rahmat sizlar uchun. Vay olayım zamanlarda, işrep yudum İstanbul'da, ey güten dağlarında, bir mehriban anam vardı. Uyuyamadım o metkili savdalardan, uyum tulli dağlardan, ayşatım yallardan, bir mehriban atam vardı. İş açar mısınız? Köksü dağday bulup yürüyen, takdiriyle külüp yürüyen, ey güden dağ kollarında, başı varıp yürüyen dostum vardı. Uynamadım zor bulaydı zamanlarda, işrep yudum İstanbul'da, ey güden dağ tamallarda, bir mihriban anam vardı. Yollarımga ko'zlar tikib, suratimni har kun o'pib, 15 yil meni kutib, yetar kelin bo'ldi. O'ylamadim. To'ylar muborak bo'lsin. Sağ olun, sağ olun giderler. Devrimizge kelin kuyovlarimiz Rahmat sizlar uchun. shirin to'rtlarni davrimizga taklif qilamiz. Marhamat kelin Boshingizga yaxshi. kuyovlarimiz. Davrimizni kengroq oligizga aytamiz. Kelin kuyovdir bugün sizning ismingiz. Yarashibdir bir-biringizga jismingiz. Baxtli bo'ling, nurga to'lsin uyingiz. Uzoq bo'lsin sizning umringiz. Ishq açar mısınız? Ishq açar mısınız? Boşingizni baxtli kimdir ham tegmasin. Biringiz suluv, biringiz polvon ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'ylaringiz qutlug' bo'lsin. Musurmankuljon, malahat bugungi nikoh to'ylaringizni shirin to'ylarimiz davramizga